قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalomu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 17-darsni o'qiymiz. Hamda bugungi darsimizda ilgirki soatlik darsimizning grammatikasini yana takrorlab o'tamiz. Xo'sh, unda bo'lsa, buning takrorlarini o'sha tekstda ko'raylik. Biz bevosita darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. El-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Ash-sharikatu, shirkat. Sharikatu, shirkatlar. Mudiru sharika, shirkat mudiri. Rakhisun, arzon. El-qamisu, ko'nglak. Qumsonu, ko'nglaklar. Ko'plik shakli. Xo'sh, unda bo'lsa tekstimiz qarayli. Ad-darsu as-sabi' ashar, 17-dars. Endi tekst o'qigan vaqtimizda bizning tunugunki grammatikimiz, ya'ni ko'plik ism aqlsiz bo'lib qolsa, buningga xuddi oyonliq birlikka muomala qilgandek muomala qilamiz degan. Shunga diqqat qilinglar. Abwabul masjidi maftuhatun. Masjidning eshiklari ochiq. Abwab maftuhatun. Liman hadhihi al-buyutul jadidatu? Bu yangi uylar kimning? Hiya li mudirish sharikati. O shirkat mudirining. An-nujumu jamilatun. Yulduzlar chiroyliq. Hadihi ad-durusu sahlatun. Bu darslar oson. Fil hindi lughatun kathiratun. Hindistonda tillar ko'p. Ayna al-kutubul jadidatu hiya fil maktabati. Yangi kitoblar qayerda? O kitobxonada. Tilka sururu maksuratun. Av karvatlar sunuq. As-sa'atul yabaniyatu rakhisatun. Yaponiyaning saati arzon. Hadihil humuru lil fallahi. Bu eshaklar dehqonning. Ayna kutubukunna ya akhawat. Qiz qarindoshlar, kitoblaringlar qayerda? Hiya fil fasli. O sinfda. Hadihi kutubi va tilka kutubu ukhti. Bu kitoblarim va avu qiz qarindishimning kitoblari. Hadihi makatibut tullabi. Bu o'quvchilarning ustallari. Fi hada ash-shari'i fanadiqu kabira. Bu yo'lda cho'ng mehmonxona bor. Xo'sh, tekstimizni qaraydigan bo'lsak, bu tekstda ilgirki o'rgangan grammatikimizga ayta ko'p misollar keltirilgan. Masalan, abwabul masjidi maftuhatun. Masjidning eshiklari ochiq. Bu yerdagi mubtada, ya'ni jumlaning egasi bo'lgan masjidning eshiklari ko'plik, ammo aqlsiz. Shuning uchun buning xabari oyonliq birlik shaklda qana qilgan kelgan. El-buyutul jadidatu. Buyut, uylar. Bu ko'plik aqlsiz bo'lg'achqa, buni sifatlagan sifatmi oyonliq birlik shaklda kelgan. Ham buni ko'rsatgan ism ishoratmi oyonliq birlik shaklda kelgan deymiz. Qolganini o'zingizlar qayta mulohaza qilib baqsanglar, buning misollari intayin ko'p. Xo'sh, tamarin ko'nikmalar. Birinchisi, ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering. Birinchisi qaraylik. Aynal kutubul jadidatu. Yangi kitoblar qayerda? Xo'sh, buningga teksti bo'lsa, tekstdagi bo'yicha bo'lmasanglar o'zinglarning ichidan javob bersanglarmi bo'ladi. Ammo sizlarning diqqat qiladiganinglar shuki, yangi kitoblar qayerda dedi. Kutub, kitoblar bu aqlsiz narsaning ko'pligi. Endi o kitoblar demoqchi bo'lsak, uningga oyonliq birlik shakldagi almashtiramiz. Ya'ni hiya fil maktabati deganga o'xshash. İkincisi, limen hadihil buyutul kabiratu. Bu çoğun öy kimning deydi? Bu çoğun öyler kimning deydi? Buyut, öyler. Endi bunaga javob bergandimmi? Hadihil buyutul kabiratu li mudir şirketi. Yoki hiya, ya'ni oyonliq bo'lish shaklida alma shaklimiz. Hiya
لمدير الشركة deganga o'xshash. Qolgan o'zingni ishlab boqinglar. Hamir degan eshakning ko'pligiga humurmi chiqadi, hamirmi chiqadi. Ya'ni ko'plik xil shaklda chiqadi. İkincisi havvil al-mubtada fi kull min al-jumal al-atiya ila jam'. Tuvandagi jumladan hammasidagi mubtadani ko'plikka aylantirib deydi. Xo'sh. Qaraydigan bo'lsak, al-babu maftuhun. Shek uchuq. Buningdagi mubtada, ya'ni ega qaysi? Al-babu. Endi buni ko'plikka aylantirsak, al-abwabu bo'ladi. Ishiklar. Xo'sh, xabarmi mubtada qanday qilib keladi? Mas holatda keladi. Unda bo'lsa, maftuhunimi ko'plikka aylantirandiq? Yo'q. Buni ayollik bo'lik shaklda kelamiz. Nima uchun? Al-abwabu aqlsiz bo'lganlik uchun aqlsiz narsalarning ko'pligiga ayollik bo'lik bo'yicha muomala qilatdik. Shunga al-abwabu maftuhatun bo'ladi. Qarang, al-abwabu maftuhatun. Birinchisi qaraydigan bo'lsak, hada qalamun jadidun. Bu yangi qalam. Hamda bular yangi qalam demak bo'lsak nima deymiz? Mubtada bo'lgan hadani ko'plikka aylantirsak haula'i bo'ladi. Qalamni ko'plikka aylantirsak aqlamun bo'ladi. Jadidunni ko'plikka aylantirsak jududun bo'ladi. Xo'sh. Endi haula'i aqlamun demdik? Yo'q. Nimishqa? Qalamunning ko'pligi g'ayri aqil, ya'ni aqlsiz bo'lg'achqa, buni ko'rsatadigan ismi ishoratmi ayollik birlik shaklda kelishi kerak. Nimda? Hadihi aqlamun. Endi buni sifatlaydigan sifatmi ayollik birlik shaklda kelishi kerak. Jududun emas, jadidatun shaklda kelishi kerak. Ya'ni hadihi aqlamun jadidatun bo'ladi. İkincisi an-najmu jamilun. Endi an-najmu jamilun. Yulduz chiroyli. Endi bu yulduz degan bu mubtada, ya'ni jumlaning egisini ko'plikka aylantirsak, an-nujumu bo'ladi. Endi buning xabari jamilun. Nim bo'ladi? Jamilatun. Ayollik birlik shaklda keladi. Üçüncüsü zalika kitabun qadimun. Avu kona kitap. Endi buningdagi zalika bo'lgan jumlaning egisini ko'plikka aylantiraylik. Nim bo'ladi? Ulaika bo'ladi. Kitobining ko'pligichi kutubun bo'ladi. Qadimunning ko'pligichi qudama bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa ulaika kutubundan do'q yo'q. Kitobining ko'pligi kutubun g'ayri aql bo'lg'achqa buningga ayollik birlik bo'yicha muomala qilib tilka kutubun bunun kildigan sifatmi qadimatun deb ayollik birlik shaklda keladi. Xo'sh, unda bo'lsa qolganini o'zinglar ishlaysizlar. Üçüncüsü da'fil amakinil khaliya fima yali akhbaran munasiba. Tuvandagi bosh o'ringa munosib xabarlarni qo'ying deydi. Bu jumlada bizga jumlaning egisini bergan, ya'ni mubtadasini bergan. Endi biz buningga muvofiq xabarni qo'yamiz. Xo'sh, qarab baqadigan bo'lsak, al-baytu nima deymiz? Uy debdi. Uyni chiroyli desak ham bo'ladi, yaqin desak ham. Al-baytu jadidun. Uy nima? Yana. Buningga birlik bo'lg'achqa xabarmi qanday keladi? Birlik shaklda keladi. An-nujumu yulduzlar chiroyli. Nima deymiz? Jamilatun. Bu aqlsiz ko'plik bo'lg'achqa ayollik birlik shaklda keladi xabar. Jamilatun. Endi masalan al-abwabu qarayli. Al-abwabu ishiklar maftuhatun. As-sayyaratu. As-sayyaratu jadidatun. Demak, bu aqlsiz narsaning ko'pligi bo'lg'achqa buning xabarimi ayollik birlik shaklda keladi. Endi at-tullabu o'quvchilar yangi demak bo'lsa nima deymiz? At-tullabu jududun deymiz. Buningga ko'plik keladi. Nima uchun? Bu aqlliq bo'lg'achqa. At-tullabidan bo'lg'achqa aqlliq bo'lg'achqa. Qolgan chala qolganlarni o'zinglar ishlaysizlar. Dördüncüsü hati jam'al kelimatil atiya. Tuvandagi so'zlarning ko'pligini keltirib deydi. Endi bu so'zlarning ko'pligini sizlar ilgirki darslarda asosan o'qib bo'lgan. Babunun abwab, baytunun buyut, darajatun darajatun, haqlun huqulun, ta'iratun ta'iratun, mana mushununga o'xshash, bahrun abhur. Qolgan so'zlar sizlar topamasanlar ilgirki darslarga murojaat qilsanglar bilalaysizlar. Xo'sh, sog'lasa unda bo'lsa bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.